Bolangiz mulla bo'lish farz emas. Tahoratini bilsin, namozni bilsin, bo'ldi, всё, yetadi shu. Bitta sura biladimi? Biladi. Tahoratni biladimi? Biladi. Bo'ldi, agon bor. Sen millioner bo'l, oligarx bo'l, professor bo'lsan. Nimaga? Sabab Payg'ambarimiz alayhissalom odamlarni yaxshi odamlarga manfaati tegadigan edilar. Namoz siz o'zingizga foydangiz bor. Qur'on o'qisiz o'zingizga foydangiz bor. Zikr qilsiz o'zingizga foydangiz bor. Hajga borsiz o'zingizga foydangiz bor. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ha, endi doktor bo'lsa-chi, xalqqa foydasi bor. Arxitektor bo'lsa-chi, xalqqa foydasi bor. Yo'qda kasb egasi bo'lsa, xalqqa foydasi bormi? Rasululloh shunga ishora qilgan. Bugun o'zi islomni tor doirada tushungan, bir chekkada, burchakda zanglab qolib ketib qolgan, shuni tushunadi. Hamma qori bo'lsin deydi. Hamma qori bo'lsa gado bo'lamiz biz. Gado bilasizlar nima degani? Do'ppi ochib yanini yuramiz ko'chada. Qori bo'lsin, xo'p, mayli, men qori bo'lmasin demayman. Doktor bo'lsin, prokuror bo'lsin, fizik bo'lsin, ximik bo'lsin, mayli qori bo'lsin. Tirikchiligini nimadan qiladi? Qayerdan kasb qiladi? Bugun 25 ga kirgan bola, 7 pora bo'ldi. Kasbingiz nima desa, yo'q, kasbim yo'q deyapti. 25 ga kirgan bola, pishirib qo'yibmi senga 25 ga kirgan bolani uyingda dada buyini boqishni o'rniga qori bo'laman deyishdi. Yo'q, kitobingni bor, dadang buyini boq. 25 ga kirgan bolani dadasi boqadimi? Kallasi bormi buni? Biz yana o himmatda qaraydi. Qanaqa himmat bu?